Bo'pti, men ketdim. Qizim, yaxshi qiz bo'lib o'tirgan. Hop. Zerikmasam keling. Hop. Baqlar keling. Tashlayni qo'ying, hop. Adasi, bugun kech kelasizmi? Bilmadim. Mayli, bugun dugonlar bilan ko'rishgani borsam. Mayli, faqat kech qolib ketmagin. Xo'p bo'ladi. Jonim, bugun o'sha joyda ko'rishamiz. Seni sog'indim. Jonim, bugun o'sha joyda ko'rishamiz. Seni sog'indim. Boqliroq aytmaysizmi? O'zim ham aytdim-da, qaynatam 30 yoshli infarkt bo'lib ketgan deb. Yaxshiyam malkin topolmabdilar. Oyi, 20 minutga maktabda bo'lishim kerak. Choy tayyormi? Ha, choy tayyor. Choy bilan non bordi, boshqa hech narsa yo'q. Demakga qara, mana shu ozgina pulim bordi. Mashinaga qaymoq olib kelgin. Qaymoq bilan choy ichib ketasan, bolam. Xo'p. Nahotki oxirgi pulimiz faqatgina qaymoqqa yetsa. Nimaga boshqa o'rtoqlarim xohlagan narsasi bilan choy ichadi? Aman bo'lsam, boriga shukr qilaman. Yo'q, onajon, hali ko'rasiz. Men sizga dunyoning narslarini olib beraman. Voy, samandan olib keldingmi qaymoqni? Anaqa qaymoq yo'q ekan. Voy, nimaga sindirasan qaymoqni? Men xonamda bo'laman. Balls hanging low while I pop a bottle off of your chain swinging. Va alaykum assalom. Uyga kirsalaring bo'lmaydimi? Sayfulla yaxshi bo'ldi sizni tutib olganimni. Qarang, biz podyezdni remont qilyapmiz-da. Hamma domdigilar pulini berdi, sizlar bermadi. Qachon berasizlar? Beramiz akajonim, faqat bugun emas. Xo'p, chiqing uyga, tarvuzingizda. Assalomu alaykum, yaxshi o'tiribsizlarmi? Qovun yo'q ekanmi? Qovun qolmabdi-da. Qolmaydi, keling, kela qoling. Kela qoling, keling. Endi qizingizni chaqirsak uyga ketsa oyi. Qaq ketadi, hech yoqqa ketmaydi. Hech yoqqa ketmaydi qiz. Oyi, bir oydan beri arazlab o'tiribdi. Adam bilan onam noto'g'ri tushunib qolishyapti. Ajrashib ketadi deb o'ylashyapti. Opam chiqib ketmaydi. Kim aytdi? Oyim aytdi. Sen niye aralashasan? Bak, ikki kun bo'ldi xotinlik ketganing. Hamisha sabatchi, hamisha o'zini qolib ketdi. Hech yoqqa ketmaydi qiz. Oyi, qizingizni bermasangiz bo'lmaydi. Yaqinda quloqlarimdan. Stop,